Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Har yili Zulhajja oyi kirishga muborak 10 kecha boshlanishqa, qurbonlik qildiganlar qurbonlik qilishqa, Qurban hayitini kutib olishqa oz qolganda nurg'un kishilar bu vaqtda anglaganlarga asoslanib qurbonlik qilmoqchi bo'lgan kishi Zulhajja oyi kirgandan keyin choch soqol, tirnoq va shuningdek narsalarni olsa bo'lamdi yoki bo'lmamdi deb so'rashga boshlaydi. Olimlar Zulhajja oyi kirgandan keyin qurbonlik qilishni niyat qilgan kishining badanidagi choch soqol, tuk va tirnoq qatorliq ortiq narsalarni kesishi, yo'lishi va tushirishida o'xshamagan qarashlarda bo'lgan. Ko'pchilik olimlar bunday qilishni muboh degan. Bularning ichida Hanafiy mazhabi imomlari choch tirnoq olsa bo'ladi, makruh bo'lmaydi degan. Yana Hanafiy mazhabi olimlaridan bir qismi olsa bo'ladi, makruh bo'lmaydi. Lekin eng yaxshini qilmaganlik bo'ladi, olmagan yaxshi degan. Ya'ni bular makruhdanmi tuvanroq bir narsa bo'ladi demoqchi. Mubah degan olimlardan Maliki va Shafi'i mazhabi olimlari olmaslik mustahab, elish tanzihi makruh degan. Bu qarashni Hanbali mazhab olimlaridan bir qismi tanlagan. Hanbali mazhabi bilan Zohiri mazhabi qurbonlik qilmoqchi bo'lgan kishi Zulhajja oyi kirsa choch va tirnoqlarni elishi harom, olsa gunohkor bo'ladi degan. Bu qarashni boshqa mazhabdagi ba'zi olimlarmi yoqlagan. Yuqorqi qarashlarni xulosalaydigan bo'lsak, ilgirki 3 xil qarashni birlashtirib mundaq deyishga bo'ladi. Ko'pchilik olimlar olsa bo'ladi, gunoh bo'lmaydi degan. Ikkinchi qarash bo'lsa, yuqoridagi oxirgi qarash bo'lib, bu qarashdagilar elish harom, olsa gunohkor bo'ladi deb qaragan. Mubah deganlarning dalillari. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilib mundaq degan. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning haramga atagan tugillarining bo'yinlariga asadigan belgilarini o'z qo'lim bilan eshib berdim. Andin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tugillariga belgilarini esib, lokisining o'ng tarafiga pichoq sanjib, belgi qo'yib, haramga atab haydab mangdi. Buninglik bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga halol narsalar harom bo'lmadi. Yana Aisha radhiyallohu anha mundaq degan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinadan haramga qurbonlik atab mangdi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadiya qurbonliklarining bo'yinlariga asadigan belgilarini eshib beratdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ihrom bog'lig'uchi saqlanishga tegishli ishlardan saqlanmaydi. Qasim rivoyat qiladi-ki, Aisha radhiyallohu anha mundaq degan. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadiya qurbonligining bo'yniga asadigan asmalarni eshib berdim. Andin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uningga belgi qo'yib, belgini asdi. Andin uni Baytullohga avatib etib Madinada qoldi. Buninglik bilan uningga odatda halol bo'lgan narsalar harom bo'lib qolmadi. Amra rivoyat qilib mundaq deydi. Ziyad ibn Abi Sufyan Aisha radhiyallohu anhaga ibn Abbas radhiyallohu anhumaning Ka'baga atagan qurbonligini avatib etgan kishiga qurbonligi bo'g'izlang'ucha, haj qilg'uchiga harom bo'lgan narsalar harom bo'ladi deganlik to'g'risida xat yozgan edi. Aisha radhiyallohu anha ish ibn Abbas degandek emas. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atagan qurbonligining belgisini o'z qo'lim bilan eshib berdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni o'z qo'li bilan asdi. Andin uni atam bilan Makkaga avatdi. Atagan qurbonlik bo'g'izlang'ucha Alloh halol qilgan hech qanday narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga harom bo'lmagan edi dedi. Yana bir rivoyatda Hazrat Aishaga Ziyad Ka'baga atagan qurbonligini avatib etsa, qurbonligi bo'g'izlang'ucha haj qilg'uchi qilmaydigan ishlarni qilmaydi ekan deyilganida Hazrat Aisha uning tavob qiladigan Ka'basi bormidi degan. Shuayb ibn Hamza mundaq deydi. Kishilarga Hazrat Aishaning bu so'zi yetganda bu so'zni tutib Ibn Abbasning fatvosini tashlab qo'ydi. Yana bir hadisda Masruq rivoyat qiladi-ki, men Aisha radhiyallohu anhaning yoniga kelib, "Ey mu'minlarning onasi, bir kishi hadiya tugillariga belgi esishini taplab, o'zi yurtida qolgan bo'lsa, toki hojimlar ihromdan chiqqaniga qadar ihromli holat hisoblanamdi" deb so'ragan edim. Parda orqasidan Aisha radhiyallohu anhaning chavak chalganligini angladim. Andin Aisha radhiyallohu anha mundaq dedi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Ka'baga atagan tugillarining belgilarini eshib beratdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tugillarni boshqa odamlardan Ka'baga avatdi. Hojilar hajdan qaytib kelganga qadar erlarga ayollardan halol bo'lgan narsalar uningga harom bo'lmaydi.
Yuqori hadislarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uyidagi ishlarni eng yaxshi biladigan kishi, ya'ni Oysha radhiyallohu anha bayon qilganki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ka'baga atagan qurbonligini Makkaga avatib o'tib, ihrom bog'lagan kishi o'ziga harom deb qaraydigan bir ishni o'ziga cheklamagan. Choch va tirnoq ilishdan saqlanib yurmagan. Hadiya qurbonligini Makkaga avatish degan qurbonlik qilishdan cho'ngroq ishdir. Agar choch va tirnoq ilish hadiya qurbonligini Makkaga avatgan kishiga harom bo'lmasa, qurbonlik qilmoqchi bo'lgan kishiga albatta harom bo'lmaydi. Yana qiyos jihatdan bundaq dalil o'tirg'i chiqadi. Zulhajjaning oldingi 10 kuni kirsa, qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, undaq kishiga jimo qilish harom bo'lmaydi. Jimo qilish ihromliq kishiga harom qilingan ishlarning eng ig'ri turuqliq, qurbonlik qilmoqchi bo'lganlarga harom bo'lmasa, jimodan tuvan turadigan choch soqol, tirnoqqa o'xshash badanidan bir narsa ilish albatta harom bo'lmaydi. Imom Ibn Abdulbar mundaq deydi: Barliq olimlar Zulhajjaning oldingi 10 kuni kirsa, qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, bundaq kishiga jimo qilish harom bo'lmaydi deb birlikka kelgan. Undaq bo'lgan ekan, uningdan tuvan ishlar muboh bo'lishga texmi loyiq. Bu qiyos aslida Ikramaning so'zidan ilingan bo'lib, uningga Ummu Salama radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan choch olsa bo'lmaydi degan mazmundagi hadis so'zlanganda e'tiroz bildirib, ayollardanmi, xushpuroqdanmi nari tursin amsa degan. Abdullah ibn Muborak sunnat kechiktirilmaydi degan. Ya'ni tirnoq, burut va tuklarni ilish sunnat ish. Buni kechiktirishga bo'lmaydi degan. Harom emas, makruh deb qaragan olimlar kiyim, jimo va xushpuroq modda ihromliq kishiga harom bo'lgandek harom bo'lmag'achqa, choch, tirnoq olmaslikning mustahabligi elishning makruhligi muayyanlashadi degan. Lekin bu qarash mundaq rad qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam cheklagan ishni qilmaydi. Cheklagan ish aqalli taqdirda makruh bo'ladi. Harom deb qaragan olimlarning asosli dalili mushu hadis. Said ibn Musayyib Ummu Salama radhiyallohu anhadan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Zulhajjaning oldingi 10 kuni kirsa, biringlar qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, choch tuklari va badanidan bir narsa olmasin. Bularning qarshida bu hadis undaq qilishning haromligini aniq ifodalagan. Demak, olimlar dalillarni bayon qilgan, bir-birlarining dalillarini uzundan uzun tahlil qilib e'tiroz bildirgan. Bu yerda hammani bayon qilish behojat. Dalillarni solishtirgan ahvolda muboh degichilarning, ya'ni ko'pchilikning qarashi kuchlik. Shunga bir qarashni tutqanlarni boshqa qarashdagilar ayblasa to'g'ri bo'lmaydi. Bo'libmi, choch olganlarni gunohkor va fosiq deb hukm pichitishga bo'lmaydi. Ko'pchilikning qarashi bu sabablardan kuchlik. Birinchi, Oysha radhiyallohu anhaning hadisining sahihligi barliq olimlarning birdek ittifoqi bilan bo'lgan. Ummu Salama radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan hadis bo'lsa, hadis olimlari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zi yoki sahobaning so'zi ekanligida o'xshamagan qarashda bo'lgan hadisdir. Chunki bu hadis ashundaq ba'zida marfu, ba'zida mavquf rivoyat qilingan. Bu fikr o'xshamasligi Sahih Muslimda aniq kelgan. Bu sababdan bu hadisni Imom Ahmad, Muslim, Tirmizi, Ibn Hibban, Bayhaqi va Ibn Hazmlar sahih deb qaragan bo'lsa-mu, Imom Daruqutni, Ibn Abdulbar qatorliqlar buning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zi emasligini jazmlashtirgan. Chunki 6 ravi, ya'ni rivoyat qilguvchi buni Said ibn Musayyibning so'zi sifatida rivoyat qilgan. 2 ravi Ummu Salama radhiyallohu anhaning so'zi sifatida rivoyat qilgan. 2 ravi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zi sifatida rivoyat qilgan. Ikkinchi, Oysha radhiyallohu anhaning hadisini Oysha radhiyallohu anhadan ko'p raviylar rivoyat qilgan. Ummu Salamaning hadisini Said ibn Musayyibdan boshqa birisi rivoyat qilmagan. Uchinchi, ko'pchilik olimlar Ummu Salama radhiyallohu anhaning hadisidan vojiblikni yakunlamagan. To'rtinchi, Oysha radhiyallohu anhaning hadisi bir qadar keyingi ahvolni bayon qilgan. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr radhiyallohu anhudan Ka'baga atagan qurbonligini Hijriya 9-yili, ya'ni Hajjatul Vidodan 1 yil burun avatgan. Valhasil, olimlar bu masalada ikki xil qarashda. Biri, hajga borolmagan bo'lsa-mu, qurbonlik qilmoqchi bo'lgan kishi choch, soqol burut yasatsa va tirnoq olsa bo'lmaydi. Yana biri, yasatsa va tirnoq olsa bo'ladi. Yuqorida bo'ladi degan qarash tarjih qilindi. Bu yerda bir qancha masalani eskartib o'tish kerak. Birinchi, choch, soqol, tirnoq qatorliqlarni olmay turishdagi hikmat. Do'zax o'tidan butun badanidagi narsalar bilan billa to'liq qutulib ketish uchun deyilgan. Haj qilayotgan ehromliqlarga o'xshash turib turish uchunmi deyilgan. Lekin bu haqda sahih dalil yo'q.
hamda hammalarning qarshida jima qilish, kiyim kiyish va xushpuroq modda ishlatishda o'xshash bo'lishi talab qilinmaydi. Ikkinchi, cheklash toki qurbonlikni qilib bo'lguncha davomlashadi. Masalan, hayitning 2-kuni yoki 3-kuni qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, shu kungacha olmay turdi. Uchinchi, cheklash qandoq tuklarni o'z ichiga oladi? Cheklash choch, soqol, burut, qo'ltiq tuki, avrat tuki va undan boshqa badan tuklarini o'z ichiga oladi. Yana kesivasi bo'ladigan ortiq teri qatorliqlarni ham o'z ichiga oladi. Elish va kesish barliq usullarni o'z ichiga oladi. Masalan, tushirtish, qisqartish, ko'ydirish, yulish yoki dori bilan tushirish, tirnoq olg'uchda kesish yoki sundirish qatorliqlar. To'rtinchi, qon oldirish cheklanmaydi. Chunki bu sirtqi a'zo qismidan emas. Beshinchi, Hanbali mazhabidagilar choch elish qatorliq ishlar qurbonlik qilguvchi bilan oila tavobatlarga o'xshash harom bo'ladi degan. Buningga asosan bular bir kishi o'zi va oilasi uchun qurbonlik qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, uyidagi barliq kishilarning shundoq qilishi harom bo'lib ketadi demoqchi. 6. Bu kunlarda ashu cheklamiga qasddan yoki savallikdan rioya qilmay choch, tirnoq qatorliqlarni elib solgan kishiga ya jazo ya to'lam yo'q. Faqatla tavba qilish kerak. 7. Bu cheklamada er yoki ayolning farqi yo'q. Demak, ayol kishimi qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, yuqori ishlarni qilish cheklanadi. 8. Soqolni tushirib o'tish cheklanadigan ish. Chunki ko'pchilik olimlar soqolni tushirib o'tish harom deb qaraydi. Ba'zilar makruh deydi. Hammasi soqolni tushirib o'tishni cheklaydi. Vallohu a'lam. Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.